Nimaga bolalar tuzumi sizlar charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan birgalikda men Zertexman va meni YouTube kanalimga xush kelibsiz obunachilar. Sizlarni YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Yo bolalar, sizlarga men tushunmayapman. Nimaga sizlar bunaqa kanalda aktiv yo'qotib qo'ydinglar? Vasha tushunmay qoldim. Chunki men boshlang'ich ikkita videomda shunaqa prosmotr qilib bergansizlarki, hozir tashqariga chiqib gapiray, ichkarida nimadirlarni sindirib qo'yishim mumkin. Chunki men juda ham kenglikni yaxshi ko'raman. Tor joylarda umuman yuraman. Xullas bolalar, mana bitta osilib turgan 2 kilo oltindan yasalgan zanjirimni jag'li chiqib ketyapti. Sizlar bunaqa aktiv ko'rsatmayotganingizga nimaga tushunmadim. Hozirroq pastga tushib, bitta like bosib, kommentariyaga aktivingizni qaytaramiz deb tez yozib qo'yinglar cho'pinachilar. Asabimni chiqarmasdan o'zi endi sizlar bilan yo fellas melis deb yaqindan tanishishni boshlaganimda, attiga endi shamollab qolib, ilojsizlikdan video chiqarmaganimda bitta jiyanga aytib turganimda, jiyan 2 dona video chiqargani uchun sizlar aktivga tushirib yuborib, umuman kanalimdan tark etibsizlar va obunachilar, men qaytib keldim, o'zingizlar ko'rib turganingizdek. Nu qaytib kelganimga adashmasam ikkita videodan beri qilyapman, lekin sekin kuzatdim. To'g'risi juda ham sekin kuzatdim. Bir bunday qildim, bir bunday qildim, lekin hech qanaqangi bir o'zgarish bo'lmagani uchun nima qilishni bilmay qoldim. To'g'risi sizlar aktiv kurs bermaganingizdan keyin obunachilar prosta jahlim chiqib ketdi. Xo'p, mayli, endi qishloqdagi ishlarni qilamiz. Davay tez aktivga bitta ko'rsatib qo'yinglar obunachilar. Biz ham 1000 ta obunachiga yetishaylik. Qachongacha endi boshqalarning YouTube kanalini ko'rib, ular o'xshat olmadi deb masalaga boshida aytgandim. Men o'xshataman. O'sha 1000 ta obunachiga men tezda yetishib olaman degandim, lekin sizlar obunachilar, sizlar obuna bo'lmasanglar kim obuna bo'ladi? Aytinglarchi. Tushuntiringlarchi. Vot. Sizlar menga obuna bo'lishinglar kerak. Sizlar obuna bo'lsanglar, bir-biridan qiziqarli, bir-biridan ajoyib prikolli videolar chiqishda davom etadi va qarabsizlarki, voala bo'ladi. Voala bo'ladi. Xo'sh, ana endi aytgancha bugun sizlarga bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Sandiq ochamiz va ko'rib turganingizdek bu yerda hech naqa yo'q, hattoki bir tiyin pul ham yo'q va mana shu bir tiyin pul ham yo'qligi uchun meni asablarim chiqib ketyapti. Sababi men bugun oylik olishim kerak va tezda janob mer bilan ko'rishib olmasam bo'lmaydi. Chunki bu janob mer bilan ko'rishsam menga bugun oylik beradi. Hammasi o'z holiga keladi va men oylik olganimdan keyin bemalol uyimga kelsanglar bolalar graf bo'ladi. Graf deganda nima u graf? Men tushunmayman u graf degan so'zni. Unaqa menga lug'atdan tashqari gaplarni ishlatmasanglar graf degan obunachilar. Sizlar kelsanglar, men sizlarga bugun polni o'zimni yonimdan takoy ovqatlantirib, boshqa qilib Minecraftdagi eng zo'r kafelarga borib, mazza qilib obunachilar ovqat ollolaridan yeb kelamiz. Shuncha obunachilar nima deydi, like bosinglar, lekin bitta sharti bor, like bosish, kommentariy yozish shart va kommentariyada Telegramga yozib qoldirsanglar, xohlasanglar o'zim yozaman, mazza qilib Minecraftda birga ovqatlanib kelamiz, balkim birga video ham qilib yuboramiz. Bu sizlar uchun juda ham zo'r imkoniyat, chunki men bugun oylik olaman va qarabsizlarki hammasi chikki-pukki bo'ladi. Shuning uchun hozirdan qilib qo'yilaman, albatta tekshiraman. Obunachilar. Shunchaki yozasizlar, akkauntingizga kiraman va o'sha yerdan bilib olamanki, u menga shu videoyimga like bosganmi, bosmaganmi? Agar bosmagan bo'lsa, unda barchasi tamom shu yerni o'zida sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Shuning uchun jahlimni chiqarmasdan aytib o'tganimdek tezda chaq subscribe, follow and like qolgani bla 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 bla. Aytgancha obunachilar hozir, bilasizlar, meni kallam juda ham dahshat ishlaydi. 78 yosh bo'lishimga qaramasdan, boshimda hali ham zamonning eng yangi texnologiyasi, misol uchun nima? Hozirgi iPhone 17 Pro Max'mi? O'sha Pro Max, ya'ni 17 Pro Max'ni ishlash prinsiplarini barchasini o'rganib olishga bemalol hali aql yetadi. Ya'ni aytmoqchimanki, oldingi zamonda drevniy odam emasman. Hozirgi zamon bilan ham, oldingi zamon bilan ham, ya'ni ularni fikrida ham, hozirgi bolalarning fikrida ham bemalol gaplasha olaman. Shuning uchun obunachilar, men ya'ni shuncha gapni nimaga aytyapsan desanglar, men aytmoqchimanki, bu miyamni shunaqangi kuchli o'tkir ishlab kelib chiqishidan sabab, hozir borsam janob merning ishxonasi to'la bo'ladi, chunki barcha qishloqdagi yigitlar ertalabki ishlarini qilmasdan janob merning uyiga borgan va oylik olish bilan ovora. Hozir men borsam, o'lgan ustiga tepgan qilib, orqama-orqa turib olib, bekorga joyini zanit qilib, gap eshitib, janob merni ham, o'zimni ham asabimni o'ynab qo'yaman. Shuning uchun tinchgina uyda bitta-ikkita kerakli ishlar bordi, o'shalarni qilaman va undan keyin sekin-sekin ishlarga o'taman. Sekin-sekin bo'ladi obunachilar, chunki hech narsa birdan tez bo'lmaydi. Xo'p, mayli. Ana endi u yerga boramiz. Nariroqdagi daraxtlardan chopib, takoy uyga olib kelib qo'yamiz obunachilar. Bilasizlar, uyga har doim daraxt kerak, chunki pechkani yoqishimiz kerak. Boshqa pechkani yoqishga hozir daraxtlardan foydalanyapman, chunki
pastda ko'mir qolmagan. Ko'mirlar bilmadim necha kunlarda spam bo'ladi. Xullas biroz bizni g'orga dam kerak. Ha, u biroz dam olib, o'zida narsalarni kashf etish kerak. Bo'lmasam bo'lmaydi obunachilar. Xo'p. Salom, menga ne bunaqa qarayapsan? Qani tez bo'tdan kisht yaramas mol. Ha, molsan-da, baribir molsan. Suzmoqchimi obunachilar bu? Tushunmadim. Menga nima bunaqa qarayapti bular? Okey, mayli. Bu yerdan tez-tez keta qolaylik. Chota bugun sigirlar menga bunaqa chota g'alati qarayapti. Hamma g'alati. Aytgancha obunachilar, bilasizlar, Stilni Tano mani shogirdim, ya'ni nima demoqchiman, obunachilar, Stilni Tano polni mendan chopgan kiyinishlarini. To'g'risi, mana bu mani stilim bo'lsa, Stilni Tano mana shu ko'kshimning o'rniga qizilini kiyadi. Mana bu yerdagi oltin zanjirning o'rniga kumushni taqadi va qarabsizki, Stilni Tano chiki baba endi potmindi pa deydi. Bo'ldi. U srazi уже boshqacha o'zini brendini takoy kashf qilib, oh my god deb tashab odamlarning e'tiboriga sazovor bo'ladi, lekin aslida unday emas. Telefonimni o'zim bilan olib qo'ya qolay. Aslida esa unday emas. Aslida Stilni Tano u o'zi bir tiyinga qimmat chopar, hamma narsani, hamma ideyalarni mendan chopadi va bu yerda jitilar turibdi. Salom jitilar, men ham o'chirtamanmi? O'zi bilgandim, aytganimdek obunachilar bu yerda o'chirib bo'ladi deganimdek, mana ichkari ham to'la va tashqari ham jitilar bilan to'la. Hech qanaqa tashqari jitilar bilan to'la emas. Shunchaki ichkariga kirib ko'rgan nimalar bo'layotganini bilasan. Hech qanaqa o'chirt yo'q. Shunchaki biz o'ylanib turibmiz. Jitilar, bu gap rostmi? Rostdan ham sizlar o'ylanib turibsizlarmi? Albatta, boshqa nima qilishimiz mumkin? Katta olangnikini qilishimiz mumkinmi? Tepaga chiqib, ichkariga kirib ko'r. Okey. Tushunmadim, nimaga bugun hammangiz biroz g'alati? Salom janob mer, nima gap, tuzumisiz? Charchamasmi jigarim? Turay yo'qol bu takkaz yo'l. Nima deyapsiz? Unaqa demang, Timoli video ketyapti. Men bitta bolalarga o'rgatayotgan gapingizni qarang. Qani sizda bet bormi? Nimaga bunaqa deyapsiz? Bezbetmisiz? Ishdan bo'shatib yuboraman yana bir marta. Shunaqa deng. Nima demoqchiman? Bu yerdan ket, nima qilib turibsan? Olib keldingmi narsalarni? Yo'q, olib kelmadim. Olib kelganda tez-tez balakat. Bo'ldi. Jitilar janob nimaga bunaqa asabiy? Asabini pishirib yesa bolko bizni ham asabimiz o'zi o'ynadi. Sal qolsa hozir ichkariga kirib, do'pposlab tashardik. Nima qilishni bilmayapmiz. Oylikni bermayapti, prikin. Oylikni bermayapti. Hozir o'zim gaplashib qo'yaman. Janob mer, senga tushunmadim, yo'q oldidan tez-tez narsalarni olib kel. Balakat. Bonkani otib qolaman deb qoldi-yu. Mayli, hozir meni bitta ishim bor-da, 5 daqiqada kelaman. Obunachilar janob mer yevoraman deyapti-yu. Lekin menga farqi yo'q, men ham yevoraman. Obunachilar nima deyapsizlar? Vashshe asab ketyaptimi bu bola? Tak, hozir men bilan olib boring, mashin bilan hozir og'ziga uraman, mana sixirt narsalaringni olib kel. Uzr bo'ldi. Bo'ldi. Boshqa bunaqa sovuq gaplarni gapirmayman. Shuncha yoshi katta odamga, yoshim katta bo'lsa ham obunachilar, qalbim hali yoshda, qalbim hali biroz yosh bo'lgani uchun ozgina shunaqa gaplar chiqib ketyapti og'zimdan. Ming bor uzr. Hozir janoblarning yoniga boraman, mana shularni ko'rsataman va qarabsizlarki, qilgan ishidan uyalib qoladi. Reytinglar tayyor turinglar. Hozir men sizlarga janob yoniga qanday kirish, qanday to'g'ri muomala qilishni o'rganaman. Sizlar ham o'rganib olsanglar, kam bo'lmaysizlar. Xo'p, janob mana kerakli narsalarni olib keldim. Olib kelgan bo'lsang, qo'yingda prosta bo'tda qorayni o'chir, ko'rgani ko'zim yo'q seni. Tushunmadim. Siz vashshe o'zingizdan ketibsizmi? Nima deyapsiz? Shappaloqdan berib qolaman. Mana shu o'ng qulog'ingizdan kirib, chap qulog'ingizdan chiqib ketadi shappalog'im ovozi. Tushunmadim. Hozir 3 deymanda, keyin esa bo'ldi janob. Mana ketyapman. Aytgancha o'zi tinch qo'yasanmi yo'qmi? Bugun men ketishim kerak. Admin bilan ishim bor. Admin chaqirtirgan. Hozir hech qanaqa oylik berishga, boshqasiga vaqtim yo'q. Ketishga tayyorlanyapman. Bo'ldi, tushunarli. Bu yerda bir gap bormi? Nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, gap yo'q. Ish bor. Nima deb o'ylaysan o'zing? Albatta gap borda. Bekorga jahl qilmayapti-ku. Buni tagiga yetish kerak. Qanaqadir anaqanikiga borishim kerak deyapti. Admin yoniga. Men esa admin bilan tanishman. Balkim mana shu narsani admindan so'rab ko'raman, chunki janob mer g'alati. Admin chaqirgan bo'lsa, demak janob merda bir gap bor. O'zi oxirgi kunlardan beri biroz g'alati yuribdi. Ha, biz shu yerda turamiz. So'rab ko'r. Okey, qani ketdim, so'rab ko'raychi. Obunachilar to'g'ri-to'g'rida admindan so'rab ko'rsak, u bizga tushuntirib beradi, nimalar bo'lyapti, nimalar bo'lmayapti. Va biz bularni tushunganimizdan keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Voqeaga biroz oydinlik kiritishimiz kerak, chunki hozir bog'dan tog'dan kelgandek bo'lib qolyapti barchasi. Xo'p, qani bo'lmasam o'sha adminga qo'ng'iroq qilsak qilaylik-chi. Xo'sh.
Qani, ko'tara qolsang-chi. Allo, Minecraft admin eshitadi. Allo, nima gap? Admin, tuzumsiz charchamayapsanmi? Bu men Zertexman, bobang. Ha, nima gap? Ha, tuzumsiz charchamayapsizmi? Ha, yaxshi. Xullas, men bu qishloqdagi mer bor-ku. Xo'sh, 13-qishloqdagimi? Ha, o'shani chaqirtirganmiding? O'sha admin yoniga borishim kerak deb asabiylashib, menga bitta asabini qotdi. O'zicha narsalarni otib qolmoqchi. Yoshimga hurmati yo'qmi? Ha, o'zingiz bir do'pposlab, dabdalasini chiqarib qo'ying, men uni chaqirganim yo'q-ku. Bekorga men uni ko'rsam blok berib qo'yishim mumkin. Bo'ldi, seni tushundim. Seni tushundim. Uzr, vaqtingni oldim. Bo'ldi, hech qisi yo'q. Agar shunga o'xshash biror bir muammolar bo'lsa, unda bemalol bilasiz, a? Ha, bo'ldi. Mayli, charchamang. Xo'p. Voy balakat! Obunachilar, unda bir gap bor ekan, men sizlarga nima degandim? Xo'sh, bo'ldi, endi u meni asabimni o'ynadi. Hozir boraman va shunchaki oylikni talab qilaman. Agar biror narsa deydigan bo'lsa, unda mana bundan ko'radiganini ko'radi. Qani, ketdik obunachilar, bu la'nati merdan hozir hammasini so'rab olamiz. Xo'sh, ritillar, sizlarga aytadigan gapim bor. Xo'sh, nima ekan? U hozir nima qilyapti? Kirganda bonka otib qoldi. Qo'limdan kesib oldim. Voy yo'g'e, judayam achishtiryapti. Voy palakat, asabim chiqyapti. Hoy la'nati mer. Tushunmadim, kimni la'natlayapsan? Sani nimaga bizga oyligimizni bermayapsan? Uxlading qarochi. Nima, qanaqa uxladingmi? Uzr endi, uzr jigarlar. Biroz anglashmovchilik bo'ldi. Zato mana bu la'nati merdan qutuldik. Bo'ldi jitillar, merdan qutuldik. Endi bir haftadan keyin paydo bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa unda o'zi bilsin. Yo'q, ha, ichkaridan kirib olinglarni ham olaveringlar. Menikini ham olinglar, men ungacha obunachilar bilan xayrlashib qo'yay. Mayli obunachilar, qaranglar, lekin asabimga tegmanglar. Bitta like bosib qo'yinglar, bo'ldi nima? Endi bitta like ham sizlar uchun jalqami? Axir sizlar borsizlar va men sizlarning like'laringiz va qo'llab-quvvatlashingiz tufayli yangi kontentlar chiqarishni boshlayapman. Shuning uchun kontentlarimni qo'llab-quvvatlash sifatida bir donagina like bosing, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Tezroq 1000 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Mayli, barcha xayr. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan o'sha Super Zertex bo'ldi. Ha, men hech qachon yengilmayman.